Gülün bergidin Hoş bırağı öksümezsin ha Bu yaş suygen gülün bergidin Hoş bırağı öksümezsin ha Şuna bəxtkiler əzəldi Bu yaşda gülük ayıdı Tavlası deydi adılar Bəzidə taş qoyub köksüge Ailədən taralğan mehir Yurtudu alem Aileden taralğan mehir Yurtudu alem Ata kılsa söygüge təqdim Sadaqatke tolğan bir günü Ata kılsa söygüge təqdim Sadaqatke tolğan bir günü Yaman bulsun demez sanılar Fəqət yer bərzəkliyə Yaman bulsun demez sanılar Fəqət yer bərzəkliyə Tavlası deydi atılar Bəzidə taş qoyub köksüge Tavlası deydi atılar Bəzidə taş qoyub köksüge Görüvatqanınla Nimet Qəhvə Koks içimliklerini işlep bazaq sağan Ürümçi Aralbağ Yemek İçmek Çeklik Şirketi tacidarlığıdaki Tor televiziya filmi tatılmağan suretle. Arzu ümit üçün manğan qədəmlərimdə naxşam mənə həmrah. Təbiət qoynuduq izlənişlərdə mən oğlum həmrah. Rəngdar kartinlər yoğurulğan hayat musafəmdə Nimet qəhvəsi hər vaxt mənə həmrah. Saptava yalpızçı, saptava həsəl suyu, saptava qarqat şərbeti işləp çıxırıb bazaq sağan Olcu Gültaj yeməklik işləp çıxırış çəklik şirketi alaydı qollığan. Ruhluk ve coşkun keyfiyat ruhi halinizin namayəndisi. Yeger içimlikini siz mi yaxşı gördükən sizdən? Məllə emas, həmmimiz yaxşı gördük ha. Həmmimiz yaxtırıb içidigan içimlik Yeger.
Yegir vitaminlik energiya ichimligi. Diyarımız hanım kızlarının yürek tarını çekivatkan Reyhanlar Soda İçecek şirketinin vadisi hanım kızlarga sağlamlık hem güzellik yetkizüş. Şinjan Reyhanlar Soda İçecek şirketi filmimiz bilen hemkarlaşkan. Hey, ne buldunuz? Ko'zim qorong'ilashib, beshim pirit qilib ketdi. Aldirash deb salomatligingizga ko'ngil bilmagan bilan hammamizga siz lozim. Mani ichib beqing, ha? Qon va quvvat. Ha. Bu xotin kishining maslahatida. Bedenida qiynagan odamning hammasi issi bo'laverdi. Tibobat bebaho hakim iziba. Qon to'liq jismingda sog'lomlik bo'lur, mag'dursiz teningga kuch-quvvat dolur. Hakim retseptidagi qon quvvat ichimligi. Saptava yalpız çiğ, saptava hasal suyu, saptava qarqat şerbeti işlep çıkırıp bazaq sağan, Olcu Gültaj yemeklik işlep çıkırış şirketi alaydı qo'llagan. Sillaga kir yuyish suyuqligi, chash yuyish, chash asrash silliqlash malhami, badan yuyish suyuqligi, ko'piklik yuz yuyish sopini qatorliq mahsulotlarni bozorga solgan Gondol Sillaga xalqaro savdo ichimlik shirkati filmimiz bilan hamkorlashgan. Yeşilgöğer Noni enzim, Yeşilgöğer enzim o'rg'itish ichimligi, badan güzelleştirish miyi, xonim qizlar maxfiy tarbiya yurishlik qatorliq mahsulotlarni bozorga solgan Yeşilgöğer xalqaro savdo ichimlik shirkati filmimiz bilan hamkorlashgan. Diyarimiz xonim qizlarning yurek tarını çekivatgan Reyhanlar Soda İçecek şirketining vadisi xonim qizlarga sog'lomlik ham güzellik yetkizüş. Şinjan Reyhanlar Soda İçecek şirketi filmimiz bilen hemkarlaşkan. Ballarning mushundaq baxtli turmushga erishmaga oson tushmadi Zohra. Turmuşning qiyinchiligi, bolalarning jafosi tugab, emdiroq rohat ko'rayli deganda salomatligimiz nacharlashib qoldi mana. Ballarni deb, navrlarni deb, hatto doktorxonaga ko'rinib boqmadingiz Zohra. Mendan ensirmang. Menmi davolanaman. Oldi bilan bolalar bir xotirjam bo'lsin. Uningdan keyin davolansam kechikmayman. Qarangma navrimizga. Eldorning o'ziga o'xshaydi. Shundoq. Çay içine rahmet balam. Muş işcan kollarımızga detkenmisin kızım. Nerede? Balam, palitanlı kandarak oldu. Pek ahviyetlik oldu ya. Hanım boz kızım, yaxşı oldu. Baba, ağam kepti. Ha. Oy, İşler. Qani şükür ettim. Keling, o'tiring. Keling, men istiqdamni kutib qolsa ko'sib chiqay. Çay içine. Rahmet balam, rahmet.
klipini qilib qo'ysam, demangiz ishingiz tushib ketdi-ku, ha? Ma o'yini boqma. Ta'sir ketib o'tamdi qanday? Qalaymoqan gapimsan cho'qdi. Palturungni az emas qo'ysin. Yotqan qarab pusuni qilimiz yaxshimikan? Hozir shu bo'ynimizda bir patman qarz. Qarzilib mo'rt palto kiymisan, birsin ayblandi. Ayıplaydı, ayıplamamdi. Qarab yoqma. Ko'chada hamma odamlar uchtisiz shu chapan. Men mush bir odam teshib chiqsam, haqla, yana shu payda chapini kiyib chiqibdi, deyishmamdi. Hozircha ko'chaga chiqib qaraydigan bo'lsangiz, 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma qiz jo'kanlarga shu moda bo'lyapti. Pulingiz olmas deyapman. Boshqalarning a'lari banka bo'lmayotgandi. Hozircha aysa, haqlachu, tutgan uyiga, kiygan kiyimiga, haydayotgan mashinasi qarab, izzatini, hurmatini qiladi ekan. Biz mehilqi ozliq qizimiz Nananing to'yini qilamiz. Sizning obro'yingiz bo'lmasa, bizning to'yimizga adam kelamda, ha? Tomoqni bir şey deb qoldim, ichqa yopa. Men sal bearam bo'lyapman qizim. Keyinroq yeyman. Siz oliy maktabda o'qiyotganmi deyman? Voy, uyga kirmaydi qana bilolmazmi? Bir sog'lishim bilan tomoqqa borgan restoranda uchrashib qolgandim. Ha. Uning sonisi bilan sizning soningiz bir maktabda o'qiydigan o'xshaydi. Singlim hozir oliy maktabni xalqaro savdo kasbida o'qiydi. Bitkuzay deb qoldi. Bankadagi pullaringiz yetishmayotgandek. Sonlaringizni xalqarodagi cho'ng-cho'ng savdolarga salay debsiz-da. Po'lat og'amning aytishicha, hozir xalqaro savdo shirkatlariga yaramli boshqaruvchi xodim topmoq paytasiga. Shunisining mushkasini tanladi. Ha, yenge. Chiqing. Ha, Ildanning sonlasi emasmi? Abim meni ko'rib chiroyi o'ngib ketdi. Men nimda asraydim? Men shu sizga tekkandan beri mush uyni, bolalarni deb 40 qatlaringizni yuyib, osh tamoqingizni etib, voy uyim, voy bolam, voy jinim erim deb kuldi ko'mashib, bo'g'in haltim ma'lum. Endi-chu, chiroyli yasinib, puzur kiyinib, dushmanlarimning ko'zidan chiqarib etmasam. Ey xotin, yasin ishmanglar, keymanglar, yemanglar demasam, mush necha kundalar 1000 so'm pulning beshiga so'qib bo'ldinglar. Men bir haftada xarjlagan pulni-chu, xalqning xotinlari bir kunda xarjlaydi ekan. Men shularga o'xshash odam. Shu xinimning ustiga yarashgan Nurki palto menga yarashadi. Menimcha bizning uyimiz bundoq chiroyli, bundoq kangri, bizning mashinamiz bundoq esil, bundoq nochi deb maqtang'im keladi. Agar xarjlagan pulingizga chidmayotgan bo'lsangiz, bo'lmasa ustuvechimdagi latiptildan tatib sep tashlab biray, o'zingizni kiyib olasiz. Ey, bo'ldi qila xotin. Takallashmayli. Yaqinda Nananing to'yini qilamiz da'vatimiz. Pul olmasa Balıqından çıqağıl buldu. Şunu davatına xotin. Bo'lmasa, qazga bo'g'ilib ketsammi, bir Nurki palto aparichkim bor xotin. Ey, to'ydan keyin bir gap bo'la. Senni xafa qilmag'ala xotin. Nurki palto sening ko'nglingdanmi bak ustim turamla. Ishqilib men deb qo'yay, to'ydan burun kiyginim kiygan. Voy, ichikibsizmi? İsam akamning bir kepi esimga tushib, o'zimni kulkidan to'xtatamayapman. Qaysi kepi? Sizga o'xshash bir yigit. İsam aka, sizningchi naning oltini eng esildi deb so'rabdi-da. İsam akam, naning oltini eng esil deyapkan. İsam akamning yanchog'iga kirgan oltin eng esil bo'lmamdi deginicha. Rost kulkili kepga. Ay, tog'imizning cho'ng shirkiti bor o'xshamamdi? Onun şirketi var. Ha,
Tağımız sıqamasdı va sizlar yunaydigandı. Tağamның көңіл төз, қолы ұчық. Бұлар апамның алдын хабар еліп тұрды. Xabar ağamızı bulamdı әмізді. Ұрық тұққанны пұлғы сеті алып olmaydı. Пәриде адам нананы баслап шығын, тамақ елуына дağıtıdı. Жүрі. Yaq, çıxmayım. Özünüz çıxın, quşqum aşmıdı. Ondaq demək yağın yaxıma. Biz üçtamaq texet yemedik qoy. Restoranlara yesek olmamdı. Sət duramdı ki, öyklərim köңlü kep qaldı. Uyuңuzdakilərinin köңlü bək nazik oxşumandı. Şu tayya tamaq yeməyə çıxəsək, öyklərini başqa çölab qalmışsın da atmaya şu. Maqul. Qutulamaydan oxşayma. Hey, Mişə əkirsiniz, işkimiz Mişə diləyəli. Onda qısaq. Meni xecilmul gəldi, sözü bol deməsin. Bulun. Bunu qolayım sən. Nanagül, baxtınız vaka. Bankamdan başqa yana bir çoğun şirketimmi bada veringandi. Esimni bilsem turmushimizda to'g'isi kam emas edi. Har qitimliq falokatligimga onamning terikishlari hamroh bo'ladi. Har qitim umoq botloqlarning haqqini yig'ib olib, ularning noroziligini qo'zg'ab qo'yatdim. Mana bu mening bolalikdagi to'g'isiga bog'langan chuchuk aslimalarim. Amdilikda ilgirkidek to'gilar orasida qatrab yurmaydigan bo'ldim. Shundaqdimi to'g'isi turmushimizdan ayrilib boqmadi. Hozir oilamizda Chindil shirkati ishlab bozor sog'an Chindil to'g'isi yuqur kalsiylik oqsil talqini bor bo'ldi. Chindil to'g'isi yuqur kalsiylik oqsil talqini. Kızım, abayqı degen gepin rasmı? Ras apa. Başka birisiga o'qishib qolmagansan? Yo'q apa, aniq esimda. Osh qiz shu. Uning ismi Nanagu deyma. Uncha menga ashta deganda qilgan. Akam bu qizni uyga boshlab kirgandilar. Ko'zimga bir qismila ko'rinib, sog'magan deb olam. Lekin akamga qandami deymiz? Dimsa qanda buldu apa. Oncham uni menga bu akamning loyiqi. Yaqini to'y qilgandek tur deb tunishtirgan tusa. Buni akamga demisak, akamni oldigan bo'lmamdi. Jinim balam. Akamning mijozi bek ishtik. U gapimizga ishonamdi, ishonmamdi. Mayirva. Sen diyemisan apa, o'zim deyman. Yo'q, bo'lmaydi balam. Sen tek kichik. Bunda ishlar aralashmajimi? Qiziqkansan apa. Ha, islam sen kichik deyotgansan. Men hozir cho'ng bo'ldim, oliy maktabda o'qiyapman. Oqqarni ayriyolg'idek bo'ldim apa. Men unda chet qiltaymanmigina. Jinim balam. Appa qizim. Men seni nimishqim chetga qaqaman. Akangning ko'ngliga behuda azob berib qo'ymayli, da'vatman shu. Sen bolalarning kenjisi o'g'ling bilan aqlli, shunchalik ziyrak cho'ng bo'lding. Yana tehe. Sen akangning kelgisiga ko'ngil beryapsan, jinim qizim. Unda bo'lsa apa, sen kichik deyman meni. Ma'qul. Amsi mening bir telefon bor. Shuni o'rinlaysajimi? Nim talab apa? Eldor bu qizni nima uchun uyga boshlab keldi? Buni bir aniqlab baqay. Sen G'uncham degan saboqdashing bilan ko'rishib, bu gap rostmi, yolg'onmi, undan utlaq. Agar yolg'on bo'lib qolsa, biz oxirida yer qarab qoldigan ish bo'lib qolmasin, juma bolam. Ma'qul apa. Rahmat, jinim balam, rahmat. Xeyli yeniklab qoldim. Bo'ldim apa, birdan tutay. Rahmat balam, keling. Mush ishchan. Chivar qo'llaringizga ko'z tegmasin, jinim balam. İlham sizni tunji qitim uyga boshlab kelganda, unumasam unumay partuqni oldingizga taqab, bütün qochquchilarni shub ketgandingiz. Shu chaqdilam ko'zimga issiq ko'rinib, bek amroq bo'lib qolgan bolam sizga. Bu Nana degan qizni qaramamsiz.
tamak dastıxanıgım kemmey. İldar bilen ayrım tamak yeyişini. Kögensiz. Tüzük salam saatının mı tayini yok. Apa, ko'nglingiz g'ammiga hijil bo'lganda qachon qizlarning mijozi xulq o'xshash bo'lmaydi emasmi? Uy tutgandan keyin bilmaydiganlarni asta-asta o'rganib ola apa. Ansirma. Men qanday ansirmayman balam. Ildar ilhamga faqat o'xshamaydi. Bu balani biz bek atvalab cho'nqib ekanmiz. Mijozi ishtik, qini qiziq. Bu Nana degan qiz buning bilan chiqishib o'tarlarmi? Buning holiga yetarlarmi deyman balam. Hey. Lina? Adaş, okanı? Opam bilan dadam Nananing gap so'zini qiliqlarini qat'iy yoqtirmaydi qara. U shu akamning pulida bir chaplashgan maynoq. Men uni akam bilan to'y qilishga qat'iy qarshi. Bu oltinchi maynoq. Tek akamni qopqib testaydi otamsa. Aynor, unutib qolma. Men sendek soymularga ko'kulusini tutqizadigan unda ahmoq emas. Shunga sening g'avg'at yeriydiganligingni ko'nglim tuyib, osmonni savag'dishim deb akangga nuqta selib oldim. Bu qiz akamning kayni quroli xilili bo'pti deyna adash. Mang'u gap so'zlari, qiliqlar qat'iy yoqmaydi u naynoqni. Akamning savag'dishi deydi o'da shu qizni. Nima dedi apa? Kim shundoq deydi? Balam, Osmanning singlisi Aynur bilan birga o'qiydi ekan. Aqcha o'ynarsan Nanani boshqarsan ko'rdim deganda shundami? Ha, balam. Shu yerda Nanani. Jamno aksi Nananing savag'dishiga apa. Kim savag'dishda deydi? Apamning deyishicha ular bir to'yda tunishib qoldi ekan. Nana deb atib olgan degna o'zini taxi. Bo'ldi, o savag'dishlar tamoq yegan qarab Nanani o'rinsiz gumonlamanglar. Men gapimni bir qivolayim balam. Bo'ldi apa, anlig'im yo'q. Shunga u hozir mening qalqinimga aylanib, adibinglarni beryapti. Eng yaxshisi sizgan sizqimdan chiqmayman. Nana adangning gapiga kirsang, Ildar akammi rozi bo'ldi. Yangang bo'lish oldi turgan bir qizni nimishqa yomon deysa adash. Qo'yvaga ismi qarab shuna doqtamsan. Voy yo. Pul bilan oltinning gapi chiqishiqlan, u qizning sho'lgaylari eqibli qoldi ekan degina. Keyin akamga tegsa, uni vafo kilarmi? Akamning bu yelitdan ko'ziga satko'ni qapti o'maydi. Qizim deb qo'y. Cho'lashi aralashmasa nima kapti uni saqolli qilib? Yo'q yerda putoq chiqirib pitni terib yuribsiz, muqaddab bo'lmagasizlar unga. Oldi bilan men gapimni bir qivolayim. Anladim, yo'q dedim apa. Qarab tur, qara chaplasan qanday alayman gapingni. Biz u qizga qara chaplamidik. Seni hushyor bo'lsin. Yo'lni xato menib qolmasin, davatimiz. Apa unchilik ishinde nanan aybisanlar, uni uy qamab qo'ysam bo'g'adak o'choqda. Boshqa qilsam shunday anglashmamsizlar. Men qachon sen shunday qil dedim? Bilmayman apa. Nanaslar yaxmadilar. Shu uningni ko'nglini so'yitish urinmatsizlar. Nimanda ta'tirlik qildiganda ma bola. To'g'ri deysan apa. Yaxshilab ta'tir. Shu uy boshlab kelgan qizimizlar ta'tir sat ko'ryapti. Nimishqa yig'laysa apa, ko'nglingni buzmag'ina. Canım balam. Akam ağzımını açırma bassa. Bizmi onu baxtlik olsun deymiz o.
Ko'rayotganinglar Ne'mat qahva koks ichimliklarni ishlab bozor solgan Urumchi Aralbog' yemak-ichmak cheklik shirkati tojdorligidagi to'r televiziya filmi tortilmagan suratlar. Har xil tipdagi al-ravon post apparatlarda Yunshanfo, Undidar, Alpayda skanerlab pul to'lash, bank kartasini surtish kasbi. Har vaqt har joyda avtobus kartasi, tok kartasi, qatnash jarimonasi, telefon puli, poyezd bileti ham telegraf kartasini bejirish qatorliq xalqqa qulaylik ko'p iqtidorlar bo'lishdan boshqa banka birlashmasining Yunshanfo kasbini ishlatib ko'plagan e'tiborlarga erisha olasiz. Al-ravon post apparati tijorat va turmushingizdagi eng to'g'ri post apparati bo'la oladi. Kokusi to'lim lazzatli, oziq-tuqumi. Uni ishgingiz keladi. Har qancha qilib bu kokusini yaramaysiz. Uning qipi baq qattiq, ammo yaxshi bir mahsulot bor. Hech mushaqqatsiz, shuncha esil ne'matdan bahrilanasiz. Tabiiy kokus mevasidan ishlangan esil ichimlik. Ne'mat haqiqiy kokus sharbati. Saptava yalpızçı, saptava hasal suyu, saptava qarqat şerbeti ishlab chiqarib bozor solgan Olji Gultaj yemeklik ishlab chiqarish şirkati alayda qo'llagan. Diyarımız xanım qızlarının yürek tarını çekivatkan Reyhanlar Sodi Çeklik şirketinin vədisi xanım qızlarına sağlamlık hem güzellik yetkizüş. Şinjan Reyhanlar Sodi Çeklik şirketi filmimiz bilan hamkorlashgan. Farzantinin salgan otudan kavak bular bağlı yüreği. Farzantinin salgan otudan kavak bular bağlı yüreği, bağlı yüreği. İşnesidin filmler ekli, aramazın necilsin çekli. İşnesidin filmler sevgi koşulma, bu yaş geldi çeçilsin mihri. Sevgisiga sevgi koşullar, quyosh kabi chechilsin mehri, chechilsin mehri. Kipimni xato tushunib qolsaysiz, ana men sizlarni go'shtsiz qilyapti demadim. Shu opangizni saqlamay tomoqni o'zingiz aslingiz bilmamda deyapman. Ma'cho qarang. Opam tomoq etishni o'rgatmagan. Men sening turmushingga ko'ngil bo'lmasam bo'lmaydi. Shuningga sening Nana degan qiz bilan to'y qilishingga qat'iy qo'shilmayman. Unda sizlar nima ish qilib beray? Hech qanday ish qilib berishingning hojati yo'q. Mama sodiq bo'lsang bo'ldi. Voy, xo'p, qo'jam. Men sizlarga ayrilib ketaylik demaganman.